Hurmatli kitobxonlar, bugun sizlarning e'tiboringizga O'tkir Hoshimovning Tushda kechgan umrlar asaridan parcha havola etaman. Asarda Afg'on urushida yuborilgan Rustamning og'ir taqdiri tasvirlanadi. Urushda u yaqin do'sti Xayriddindan ayriladi. Uyiga qaytgach esa oilasidagi musibatlar va urush asoratlari bilan yuzma-yuz keladi. Kontuziya tufayli ko'rgan tushlari va ruhiy azoblari uning hayotini yanada og'irlashtiradi. O'tkir Hoshimovning Tushda kechgan umrlar asari urushning inson hayotiga ta'sirini anglashni, hayot, adolat va insoniylik haqida o'ylashni chuqur anglatadi. Hurmatli kitobxonlar, O'tkir Hoshimovning Tushda kechgan umrlar asari sizlarda qiziqish uyg'otgan bo'lsa, Sharof Rashidov tuman axborot kutubxona markaziga kelib mutolaa qilishingiz mumkin.